Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selataniga vatanım tanıtaşayken Alfa Uz. Bugünkü videomuzda yana Çempiyonlar Ligi sarıyor degan videomuz ismi. Şu videomuzda ikinci kısmını olamiz. O'zi qolganidek birinchi o'yin ko'rganlar kanalimda ko'rganlar biladi. Brunoga afsuski yutqazgandik. Comeback qilib ketamiz. So'rayapmiz. Juda Saliba yomon. Hop. Kom. Evet. Anda git. Ana. Birinci comeback. Karışım. Mümkün diyor vaqt uzaydi o'tdi. Comeback qilib ketasan bo'ldi. Endicha bunisi kelmadi. Emasdan gapirmayman ama. Patray. Chaval qoldirgan. Dise Juruch boru. Juruch вообще görüp haqiqiy hayotda ko'rgan. İkide urganda Real Madridga qarshi Rike Juruch. Hoppa. 3'te tarıyor. Vamara triyosu da uchalasi ham bo'ldi. Hadi şu bir kalan. Camık soktu. Ne yaptı Bappe? İyi. Valverde'ydi bu Valverde. Fransızlardan buna geldi Valverde. Oo, diyor. Hop. Mama diyor yine. İyi. En de güçlü mü? İyi. Yok karayladı en direkt. Ne ki buluyor? Kup oyuna vururken çarçap koyanda. Bu yiyen pas yine. Uzarı var bir şey yoktu yani. Oo! O mu yaptı? Lak. Hoppa ya. O mu yaptı? Bu olmadı koptu. Oradan gitti. Uzbasta şey bence o. Sus yoksa ne yapması? Evet gittik. Ne canım? Ötecilik yok değil mi de? Yaş. Lekin gol urdi mi? Bachai gol urdi.
Bachcha kichkinacha. Nima ko'ryapsizlar? 5-1 qildimmi? 5-1 qilaman dedimmi? Ammo jonim hisob 5-2da. Ana Real Madrid kamlikda bekorga aytmaydi odamlar. Comebackchi Real. Assalomu obunachilar, endi o'yinimiz Liverpoolga qarshi bo'ladi. Semifinalga kirgandan keyin Liverpool PSJdan penalti seriyadan yutqazgan edi. Mbappe ketdi Mbappe. Qaranglarda Guljon. Yo'qdi. Alisson Becker o'zini ko'rsatdi. Uxdi! Valverde. Federico Valverde. Ko'raylar akrobatik gol. Nima edi? Qaychi uslubida. Alisson Beckerni uxlatdi-yu, Alisson Becker. Davay. Luis Diaz. O'kimin. Robertson. Senga bitta maslahat. Rodrigo bilan o'ynashma. Bilasizlar, City'ni ham chempion qilganman. No'g'li 2 marta ham Real Madrid chempion qilganman. Hop, ketdi. Rodrigo Tokyo Valverde'da. Ismini adashtirib yubordim. Eshig'imi deyman Mbappe. O'rtasiz qaytaribdi. Voy, kalta Chamening. Mending aqllaydi. Ket. Hozir Malush Valvesh. Ko'rta va Realni qahramoni-da. Pas berib boqib boradimi menga? Pas bermasam ketaverasizda, Mbappe. Men bilan o'rta darvozasiga gol urmayapman desam, Alisson Becker bor ekan o'g'li. Bandek kedimi? Davay. Alisson. Salah o'ynagan yo'q. Ana offside-mi? Nima bilan? Nadir bo'lib ko'rgan bandasi. Yo'q, bizdan. Video. Ulgurmadim. Mbappe tezligi ko'p, lekin bu o'yinda uncha emasdi. Qaranglar sizlar Guljon. Ush xalaqit berdimi? O'zi aylanish kerak edi. Anaqa ketish kerak edi. Salah mana. Salah yaxshi o'ynamayapti, deydi. Nima qildi Salah? Baribir uramiz yana gol. Penalti seriya qilaymi? Yo'q. Extra time bo'ladi, extra half time bo'ladi. Yana half full time tugashi kerak. Yo'q, bo'lmaydi. Biladan Robertson degan o'yinchi o'targani out. Agar bu o'yinda
yutsa yo'q bo'lmadi. Valverde o'rniga Modric yo'qdi. Modricda sochi zo'rda. Up! Militao'ga o'tdim. Uzoqlashib ketayotdim. Mana buni gol. Bu gol. Bu gol lekin. Yo'q. O'zi ko'rdi-da bu golni. To'xtanglar. Uklavoyim. Militao bilan bir marta gol urgandim-da. Uklavoydim. Va biza g'alaba qozondik. Ikkita super gol bilan. Valverdeni qancha uslubida goli bor. Va o'sha va bugungi videoga xayrlashishimizga to'g'ri keladi. Keyingi videolargacha xayr obunachilar, bugun sizlar bilan Alfa o'z bo'ldi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha